bu mo'jiza yaratadi. İnsanın qalbida mo'jizaga yetaklaydigan narsa. Bu kitob juda ham sehrli, kitobni o'qigan odam butunlay bir boshqa dunyoga kirib qoladi. Juda ham bir katta g'oyalarga ega bo'ladi. Juda katta fikrga, juda ko'p intilishlar, yangiliklarga ega bo'ladi. O'quvchilarimizni bir kitobga bo'lgan ishtiyoqini, mana shu ko'tarinki o'tayotganligi, farzandlarimizda juda ham bir kitobga bo'lgan munosabatini o'zgarganligini belgisi hisoblanadi. Chunki muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shu kitobxonlikni rivojlantirish, yoshlarimizni kitobga bo'lgan mehr muhabbatini oshirish, ularning qiziqishlarini yanada rivojlantirish bo'yicha juda ko'p qarorlar va ularning ijrosi bo'yicha juda ko'p tadbirlar bo'lib o'tyapti. O'ylaymanki, biz tumanimizda ham bo'lib o'tgan mana tadbir juda bir xushxohlik, ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Albatta bu yoshlarimizga juda katta imkoniyat, yangi g'oyalar bilan ishlashga va kitobga bo'lgan mehr muhabbatini yana